Diqqat, shoshilinch xabar tarqaldi. Jizzaxda 37 nafar bog'cha bolasi yana zaharlandi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, siz Guli TV qisqa xabarlar kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ying va videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini ham bosib ketishni yodingizdan chiqarmang. 9-oktyabr kuni soat 9:00 dan 16:00 gacha bo'lgan vaqt davomida Forish tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 1, 3, 5 va 7 sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasalarining 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan 37 nafar tarbiyalanuvchilari isitma ko'tarilishi, ko'ngil aynishi, qorin og'rig'i, ich ketishi va holsizlik kabi shikoyatlari bilan tuman tibbiyot birlashmasiga murojaat qilishgan. Shifokorlar tomonidan o'tkazilgan epidemiologik so'rov jarayonida murojaat qilib kelgan bolalar 2025-yil 8-oktyabr kuni maktabgacha ta'lim muassasalarida biokefir, sir va sariyog' kabi mahsulotlarni iste'mol qilishganligi aniqlanib, ularga anamnez va birinchi tekshiruvlar asosida o'tkir diareya tashxisi qo'yilib, statsionar ravishda tibbiy yordam ko'rsatilgan. Aniqlanishicha, Jizzax viloyati sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasining dastlabki xulosasiga ko'ra, Forish tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 1, 3, 5 va 7 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ommaviy zaharlanish yuzaga kelishda oziq-ovqat mahsulotlarini tashish, saqlash, ishlov berish jarayonlaridagi sanitariya qoida va normalarni buzilishi holatlarida mavjudligi sababli inson organizmida oshqozon ichak hazm qilish tizimining buzilishiga olib kelishi mumkinligi aniqlangan, deyiladi xabarda.